Assalomu alaykum azizlar. Qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Demak, bugun bizlar sizlar bilan birgalikda 14-mavzuni ko'ramiz. Innova fizika to'plami bo'yicha. Demak, boshladik. 14-mavzu nima deydi? 14-mavzu nomi kuch va Nyutonning birinchi qonuni. Mana shu mavzu haqida chiroyli qilib gaplashib olamiz sizlar bilan. Demak, birinchi boshladik. Xo'p, birinchi nimadan boshlaymiz mana? Kuch degan yangi tushuncha bo'ladi. Endi undan ham oldin yana bir narsa haqida gaplashib olay. Yodimga tushib ketdi-da birdan. Biz dinamikaga kiryapmiz endi. Kinematikani tugatdik. Kinematika nimani o'rganardi? Jismning harakatini o'rganar edi. Harakat sabablarisiz. To'g'rimi? Agar yozmagan bo'lsangiz yozib qo'ying. Kinematika jismning harakatini o'rganadi. Qavs ichida harakatning sabablarisiz deb yozib qo'ying. Ya'ni jismni qachon, qayerda bo'lishini biz kinematikada aniqlaymiz deb aytgandik, gaplashgandik bu haqida. Endi dinamikaga kirib kelyapmiz biz. Fizikani, mexanikani ichidagi ikkinchi bo'lim. Dinamika. Bu dinamika nimani o'rganadi? Dinamika endi o'rganadi, harakatning sabablarini o'rganadi. Kinematika harakatni sabablarisiz o'rganardi-ku. Endi o'sha harakatning sababini nima o'rganar ekan? Dinamika o'rganadi. Yozib qo'ying bir joyga va men birinchi yangi tushuncha kiritishdan boshlayman. Bu yangi tushunchaning nomi kuch bo'ladi. Va bu kuch katta F harfi bilan belgilanadi. Vektor kattalik, o'lchov birligi Newton, o'lchovchi asbob, ya'ni kuchni o'lchovchi asbob dinamometr. Dinamometr. Va ana endi ta'rif yozamiz. Ana endi ta'rif. Ta'rif qanday beriladi? Xo'p, o'sha harakatni sabablarisiz o'rganardik kinematikada, dinamikada esa harakatni sababini o'rganamiz. Mana harakatni sababi nima edi? Kuch. Ya'ni men kimgadir F kuch bilan ta'sir qiladigan bo'lsam, u harakatga keladi. To'g'rimi? Ana endi demak, kuchga ta'rif berayotganda nima deb ta'rif beramiz? Xo'p, jismni harakatga keltiruvchi kattalik desak ham bo'ladi. Jismni harakatga keltiruvchi yoki muvozanat holatda ushlab turuvchi kattalik desak ham bo'ladi. Tushunarlimi? Endi demak, jismni ham kuch harakatga keltirar ekan, ham muvozanat holatda ushlab turadi. Masalan, qiyshayib ketayotgan bo'lsa, kuch bilan ta'sir qilib qo'ysak nima bo'ladi? U muvozanat holatda ushlab qo'yishimiz mumkin. Tushunarlimi? Demak, xohlagan bittasini yozing yoki ikkalasini ham birlashtirib yozing. Jismni harakatga keltiruvchi sabab deb yozing. Istasangiz jismni muvozanat holatda ushlab turuvchi sabab deb yozing. Ikkalasini yozsangiz ham bo'ladi bittada. Jismni harakatga keltiruvchi yoki muvozanat holatda ushlab turuvchi kattalik deb yozsangiz ham bo'ladi. Muammo yo'q hech birida. Va endi nima haqida gaplashamiz? Nyutonning birinchi qonuni. Hali kuchni formulasiga o'tmay turamiz. Kuch vektor kattaligini bildik. Endi vektor kattalik qayoqqa yo'naladi? Misol uchun u yoqqa itarishim mumkin F kuch bilan, bu yoqqa itarishim mumkin, bu yoqqa ana yo'nalishi, ta'sir yo'nalishida bo'ladi. Ya'ni kuchning yo'nalishi ta'sir yo'nalishida bo'ladi. Bu yoqqa qarab itarsam kuch shu yoqqa, bu yoqqa qarab itarsam kuch shu yoqqa va hokazo. Tushunarlimi? Xo'p, endi kuchni yakunlab olaylik, keyin Nyuton qonuniga o'tamiz demoqchi edim, lekin mana buni yakunlab olgan yaxshi. Kuch haqida gaplashadigan gaplarimiz ko'p-da. Ikkinchi, Nyutonning birinchi qonuni. Siz to'liq cho'zib yozing. Nyutonning birinchi qonuni nima deydi? Jismga hech qanday kuch ta'sir qilmasa, tinch turgan jism tinch holatini saqlaydi. To'g'ri chiziqli tekis harakat qilayotgan jism shu harakatini davom qildiradi deb yozing. Yozdingizmi? Demak, jismga mana unday hech qanday kuch ta'sir qilmasa degani, bu o'sha kuchlarning natijaviysi 0 bo'lsa. Hozir natijaviy kuch nima? O'sha haqida ham gaplashamiz. Ya'ni jismga hech qanday kuch ta'sir qilmasa degani, jismga ta'sir qiluvchi kuchlarning natijaviysi 0 bo'lsa, u holda ikki narsa kutiladi bizdan. Yoki ikkalasi ham bir paytda bo'lmaydi lekin. Tinch turgan jism tinch holatini saqlaydi.
Ya'ni jismga hech qanday kuch ta'sir qilmasa degani, natijaviy kuch 0 ga teng bo'lsa, jismga ta'sir qilayotgan. Tinch turgan jism tinch holatini saqlaydi, ya'ni tezligi 0 bo'lgan jism tezligi 0 bo'lib turaveradi. Va lekin o'sha tekis harakat qilayotgan jism, ya'ni to'g'ri chiziqli tekis harakat qilayotgan jismga ta'sir qilayotgan kuchlarning natijaviysi 0 bo'lsa, u holatda o'sha jism tekis harakatini saqlaydi. Ya'ni o'zgarmas tezlik bilan harakatlanishda davom etadi. Ya'ni to'g'ri chiziqli tekis harakat. Ya'ni tezlikning yo'nalishi ham o'zgarmaydi, miqdor jihatdan ham o'zgarmaydi. Tushunarlimi? Ya'ni modul jihatdan ham o'zgarmaydi. Shu bilan birga mana v teng const deb ham yozib qo'yaylik. Ya'ni vektori ham o'zgarmaydi, moduli ham o'zgarmaydi. Tushunarlimi? Demak, mana unda bir jism turibdi va bunga ta'sir qilayotgan, ya'ni men bu yoqqa tortyapman, boshqa birisi u yoqqa tortyapti, bu yoqqa tortyapti va natijaviy kuch 0 bo'lyapti. Natijaviy kuch haqida hozir gaplashamiz. Va unga ta'sir qilayotgan natijaviy kuch 0 degani, unga hech qanday kuch ta'sir qilmayapti degani. Demak, u tinch turgan jism tinch holatda turaveradi. Oddiy narsa. Agar lekin misol uchun tekis harakat qilib ketyapti bir jism, tekis harakat qilib ketyapti. Va unga ta'sir qiladigan kuchlarning natijasi yana 0 bo'lsa, u tezligini yo'nalishini ham o'zgartirmaydi. Kattaligini ham, ya'ni modulini ham o'zgartirmaydi, ketaveradi o'sha tekis harakatni. Davom qildir. Tushunarlimi? Bo'ldi, tamom. Boshqa maydalarimiz. Endi mana bu narsa haqida gaplashamiz. Natijaviy kuch haqida. Uchinchi deymanda kuchlarni qo'shish deb qo'yaman. Kuchlarni qo'shish. Biz bu haqida biroz ma'lumotga egamiz o'zi aslida. Ya'ni natijaviy tezlik topish haqida gaplashganmiz-ku. Endi natijaviy kuch bo'ladi o'sha narsa, bo'ldi. Ya'ni vektorlarning yig'indisi bu natijaviysi deb aytiladi. Tushunarlimi? Vektorlarning vektor jihatdan yig'indisi bu natijaviysi deb aytiladi. Xo'p, misol uchun A holatdan boshlaymiz, kuchlarni qo'shish. Mana misol ikkita kuch misolida ko'rib ketaveramiz. F1 kuch, F2 kuch. Ya'ni bitta jismga, mana bitta jismning o'sha nuqtasiga, biror nuqtasiga-da F1 va F2 kuch bir tomonga ta'sir qilyapti. Xo'p, endi natijaviy kuch nima bo'ladi? Natijaviy kuch mana ikkita vektor bir tomonga yo'naldimi, natijaviy vektor yig'indi bo'ladi-da. Ya'ni F1 plus F2 bo'ladi. Ya'ni sizda ana unaqa narsa bor edi. Ya'ni oqim bu yoqqa bo'lib turibdi, tezlikda. Mana shu yoqqa suv oqyapti, ustida suzuvchi yana o'sha yoqqa qarab suzyapti. Natijaviy tezlik, ya'ni qirg'oqqa nisbatan tezligi v1 plus v2 bo'ladi. Ya'ni o'sha natijaviy tezligida. Mana bu yerda ham xuddi shu ahvol. Endi B holat. Bu yoq endi natijaviy kuch qayoqqa yo'naladi degan savol tug'iladi mana bu yerda. Natijaviy kuch mana shu ikkalasini, mana bu F1 kichkinaligini bilsak bo'ladi, chunki kichkina qilib chizdim. F2 kattaligini bilsak bo'ladi, katta qilib chizilgan. Endi ikkalasini yig'indisicha bo'ladi F natijaviy. Tushunarlimi? Mana bu F natijaviyning yo'nalishi bu. Bu ikkalasi qo'shilib mana bu vektorni hosil qiladi. Tushunarlimi? Mana F1 bilan F2 qo'shilib mana bu natijaviy vektorni hosil qiladi. Endi xo'p, bu yoqqa F2 kuch, bu yoqqa mana F1 kuch yo'naldi. Ana, natijaviy kuchni darrov bilyapsiz. Qandoq bo'ladi? Nima bo'ladi? Demak, bu yoqqa qarab natijaviy kuch yo'nalgan bo'ladi, to'g'rimi? Chunki mana F2 kuch katta, F1 kuch kichkina. Mana bundan buni ayirib tashlasam, natijaviy kuch bu yoqqa bo'lib qoladi. To'g'rimi? Chunki bu yoq katta. Demak, natijaviy F2 minus F1 bo'lar ekan bu holatda. Tushunarlimi? Endi A, B, D holat bo'lsin. Hop. Endi bir-biriga 90 gradus burchak ostida yo'nalgan bo'lsin kuchlar. Mana bu F1 kuch, mana bu F2 kuch. Oxirida bonus bor bizda, xudo xolasa. Hop. Mana endi natijaviy vektorni qanaqa qo'shsak, shunaqa qo'shyapmiz, tamom. Ya'ni tezlik vektorlarini qanaqa qo'shgan bo'lsak. Ya'ni bunga parallel qilib, bu yerdan bunga parallel qilib, bu yerdan chizib olardik, kesishgan nuqtasiga natijaviy kuch vektori yo'nalar edi. Natijaviy tezligi edi u yoqda, bu yoqda kuch bo'lyapti. Demak, natijaviy mana shu Pifagor bo'ladi mana. F2 mi? F2 ni bu yerga olib kelib qo'ysam mana, to'g'ri burchak, uch burchakning gipotenuzasi natijaviy kuch vektori bo'lib qoladi.
Demak, ildiz osti f1 kvadrat plus f2 kvadrat bo'lar ekan. Mana natijaviy kuch. Yana bir marta. Abada bo'ldi. Endi E holatga o'tamiz. E holat nima edi? E holat, degan holat. Ana. Mana. Ana u F1, mana u F2. Ikki kuch misolida ko'rib ketyapmiz faqat natijaviy kuchlar. Mana vektorlarni qo'shib parallelogram qoidasi bo'yicha bunga parallel qilib buni uchidan chizaman. Parallel bo'ldi deb tasavvur qilamiz. Bunga parallel qilib buni uchidan chizaman mana. Va mana kesishgan nuqtaga nima yo'naladi? Natijaviy kuch vektori yo'naladi mana. F natijaviy. Mana bu yerdagi burchak alfa bo'lsa, bu yer 180 minus alfa bo'ladi deb gaplashuvdim. To'g'rimi? Va mana shu yerda natijaviy kuchni qanaqa isbotlagan bo'lsak, xuddi shunaqa bo'ladi natijaviy kuch ham. Endi uni yana qaytadan isbotlab o'tirmayman. Bo'lgan narsani bir marta qilingan ishni yana bir marta qilish sal noto'g'ri. Mana bu f2 ni bu yerga ko'chirib olardik mana. Bu bilan bu bo'lsa, keyin kosinuslar teoremasi orqali mana buni keltirib chiqarardik. Kosinuslar teoremasidan minusligida plyus bo'lib qolishining sabablarini keltirib bergan edim natijaviy kuchda. Natijaviy tezlikda. Ya'ni harakatning nisbiyligi degan mavzuda. Demak, f1 kvadrat plus f2 kvadrat plus 2f1 f2 kosinus alfa bo'ladi mana. Alfa bu o'sha ikkita kuchni orasidagi burchak. Mana shu burchakda. Tushunarlimi? F1 bilan F2 ning orasidagi burchak mana bu alfa. Tushunarli? Demak bu yerda bizlar biroz lirik chekinish qilamiz va bir ikkita holat ko'rsatmoqchiman. Ya'ni xususiy holat. Mana shuni o'zi bilan ham ish bitadi, faqat ozgina bir ko'nikma bermoqchiman bir ikkita narsa haqida. Tushunarlimi? Xo'p, boshlayman unda. Misol uchun mana bunaqa holat keldi. Mana bitta nuqtaga, mana misol uchun bitta nuqta. Mana buni ham ko'rsataman keyin oxirida. Bu birinchi bonus. Birinchi bonus. Ana. Xo'p, misol uchun mana bunday turibdi mana. Keyin x y, hop, mayli. Chizmayman x y o'qlarni. Mana g'irt gorizontal turibdi. Ikkinchi kuch, uchinchi kuch, to'rtinchi kuch, hop, beshinchi kuch va oltinchi kuch ham bo'lsin. Mana bunaqa yettinchi kuch ham bo'lsinmi? Bo'lsa bo'lsin. Va hokazo, ana enta kuch bor. Mana 8-inchisi ham bo'lsin mayli. Mana bunaqa. Ana. Demak, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8. Ana 8 ta kuch. Endi nima qilamiz bu yerda natijani topish uchun? Mana burchaklar beriladi-da mana. Mana bu ikkalasi x, y o'qida yotibdi mana. Va mana bu burchak alfa, bu beta, bu gamma. Mana bu yana bir narsa degan burchak. Ya'ni tetta deb belgilasam rozimisizlar? Alfa, beta, gamma, tetta burchaklar berilgan. Endi nima qilasiz? Nima qilamiz? Ochig'i bir juda ham hisob kitobni uzoqroq vaqt talab qiladigan masala turiga kiradi, lekin kitoblarda bor. Uchrab turadi, tez-tez uchrab turadi. Endi bunchalik ko'p bo'lmaydi-yu, men oshirib yubordim ozgina. Mayli. Qiyinini ko'rib olsak, oson bo'ladi-da. Xo'p, demak, mana bu holatda mana x, y o'qqa proyeksiyalarni olib qaytadan chizib chiqamiz-da hammasini. Mana bu yerga chizaman mana. X, y o'qni mana shunaqa olganim bu joyda qulay. Mana shunda qulay. Ya'ni x, y ni xohlagan biza ko'yimizga solib olsak bo'ladi. O'zi aslida bu masalada x, y ni o'z holicha olganimiz yaxshi. Ya'ni x, y o'q proyeksiya menga kerak emas. Bu x, y deganim. Bu chiziqlar ham kerak emas menga. Bo'ldi, mana shu x, y nimani o'zi bo'lsa bo'ldi menga. Vektorlari ham shart emas. Mana f1 vektor tepaga bo'lib turibdi, to'g'rimi mana? Mana f1 tepaga. Bu ketdi keyin. Men bunga qaramayman endi. Bu yoqqa ko'chiryapman qaytadan-da. Endi qarang. F3 bu yoqqa mana F3 turursin. Hozir nima bo'lishini oxirida ko'rasiz. F5 ekan pastga, bu chapga F7 ekan. Ana endi 2 mana bu ketdi bular. Bular haqida endi men o'ylamayman, boshqa turmayman. Mana ko'chirib oldim. Endi qarang mana F2 ni ham x o'qda proyeksiyasi bor, ham y o'qda proyeksiyasi bor.
x ok va y okdagi proyeksiyalarni joylab chiqaman. Mana f2x, f2y. f2x ni topishni bilasiz mana. f2x. X okdagi proyeksiya mana yopishgan katet bo'lyaptimi? f2x ni f2 ga nisbati nima bo'ladi mana? f2x ni nima? f2 ga nisbati. Yopishgan katetni gipotenuzaga nisbati kosinus alfami? O'shalardan ketib topib chiqaverasiz. Ana demak f2x topdingiz va mana bu yerga qo'yasiz mana. X ok bo'yicha proyeksiyasida mana. Mana bu yerga f2x bo'ldi. Endi uni y okdagi proyeksiyasi bor. Mana bu yerda turibdi mana. Mana. Ko'rinib turibdimi sizga ham? Mana shu yer nimaga teng bo'lsa, bu f2 y okdagi proyeksiyasi ham shunga teng bo'ladi. To'g'rimi? Mana bu f2y deb qo'yaman. Mana bu tomon. Bu f2x edi. X y. Ko'rindimi sizga ham? Hop, mana. f2y ni f2 ga nisbati nima edi? f2y ni f2 ga nisbati nima bo'ladi? Qarshi katetni gipotenuzaga nisbati sinus alfa. Ana f2 bor sizda, burchak bor, bo'ldi. f2 ni topa olasiz. Demak f2y tepaga yo'nalgan sizda mana. f2y. Bo'ldi. To'g'rimi? Endi qarang. Hop. Keyin f4 ga o'tasiz, xuddi shu ishni qilasiz. f4 da ham mana x okda, y okda proyeksiyalar bor. Mana y okdagi proyeksiyasi mana shu yerga teng, to'g'rimi? Mana. X okdagi proyeksiyasi mana turibdi. Muammosiz. Demak x ok, y ok. Demak mana bu f4 ni x okdagi proyeksiyasi, y okdagi proyeksiyasi. f4 y yozdim. Bo'ldi. Bundan ham qutuldim, bundan ham qutuldim mana. Ketdi bular. f6 ni ham xuddi shu ishni qilamiz. Y okdagi proyeksiyasi, x okdagi proyeksiyasi mana x ok. Tushunarlimi? Demak bu chapga qarar ekan x okdagi proyeksiyasi mana. f6x y okdagi proyeksiyasi pastga qarab ketgan. f6y mana. Ko'rinyaptimi sizga ham? f6y bu yoqda bo'ladi. Mana shu yerda. X mana bu yerda bo'ladi. Mana bu yoqqa yo'nalgan mana. Tushunarlimi? Endi buniki ham x okdagi chapga, y ok tepaga yo'nalib qoladi. Topib chiqasiz-da o'shani hisob-kitob qilib. f8x tepaga bo'lib qoladi. f8y. To'g'rimi? Ana hammasi x y ok bo'yicha proyeksiyalandi. Bo'ldi, ishingiz bitdi. Mana burchaklar berilgan, hammasini topa olasiz. Burchak sinus, kosinus, tangens, kotangensini bilasiz-ku. Hali masala yechganda ham yechib ko'rsataman bir ikkitasini. Точный qilib. Endi bunaqa holatga keltirgandan keyin masala ravshanlashadi. Mana bu yoqqa yo'nalganlardan bu yoqqa yo'nalganlarni ayirib tashlaymiz. Bu yoqqa yo'nalganlardan bu yoqqa yo'nalganlarni ayirib tashlaymiz. Tushunarlimi? Ya'ni xohlagan bitasida qaysi katta chiqadi hozir bilmayman. Mayli keling, bu yoq katta chiqdi deb tasavvur qilamiz mana. Bu yoq katta chiqdi deylik. Ya'ni bularning yig'indisidan katta chiqdi. Bundan buni ayirib tashladim hammasini. Ya'ni uchalasidan mana uchalasini ayirib tashladim. Qo'shdim, bularni ham qo'shimda bundan buni ayirdim. Va natijada musbat chiqdi. Musbat chiqdi degan tepa katta bo'ladi. F natijaviy 1 deb qo'yaman. Bo'ladimi? Mana, bundan buni ayirgan. Endi bulardan buni ayirdim. Bu yoq katta chiqdi deylik. Bu yoq katta chiqdi mana. Shunaqa deb tasavvur qilaylik. F natijaviy 2 deyman. Ana bo'ldi. Demak tepaga 10 ga ikkita nima qoldi? Mana bu yoqqa asosiy, ya'ni barcha kuchlarning natijavisi mana shu yoqqa ekan. Mana F natijaviy. Buni nima qilasiz? Pifagor. Mana 90 gradus bo'lib qoladi. Pifagor. Tushunarlimi? Bundan ko'ra osonroq yo'lini men bilmayman. Bunaqa yo'q bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Demak, yozib oling mana, qochib turgan paytimda. Hop, endi o'chiraman. Endi nimaga o'chiryapman bilasizlarmi? Mana bunaqa holatni ham, ya'ni kataklik holatini ham ko'rsatmoqchiman. Kataklik holat bo'lsa, baxtim keldi deyvering. Omadingiz kelgani o'sha kataklik holat sizni oldingizga kelsa, omadingiz kelgani bo'ladi. Chunki kataklik holat mana bu holatdan ko'ra ancha oson bo'ladi. Bu ikkinchi bonus. Ikkinchi bonus. Ana birinchi bonusni o'chirib tashladim. Endi buni boyaginday holatga o'tkazish bir muncha oson. Bu yerda aytib qo'yadi o'zi. Har bitta katakning necha newtonga tengligini. Tushunarlimi? F1 palon newton, F2 piston newton, F3 pismadan newton deb o'tirmaydi. Unaqa deb o'tirmaydi. Tinchgina aytib qo'ya qoladi. Har bitta katakni 1 newton deb ol yoki 2 newton deb ol yoki 5 newton deb ol va hokazo. Bo'ldi. Endi qarang mana.
ham buni x, y yo'qdagi proyeksiyalarni topish uchun burchak yo'q deyishingiz mumkin. Ammo bizga burchakni keragi yo'q bu yerda. X, y yo'qdagi proyeksiyani topishim uchun-da. Hozir ko'rasiz. Nimaga? Mana mayli. Bunda ham mayli x, y yo'qni men shunaqa chizib olaman. Mana, chizib oldim. Endi qarab turing mana. F1 ni x o'qdagi proyeksiyasi mana. Ko'rdingizmi? Mana shu narsa. Ya'ni 2 katakka teng. Bo'ldi. Demak, x o'qdagi proyeksiyasi, ya'ni mana bu proyeksiya 2 katakka teng. Bo'ldi, mana yozaman. F1 mana shu 2 deb qo'ysam bo'ldi. Mana shu F1. Endi y o'qdagi proyeksiyasi. Bu y o'qdagi proyeksiyasi ekan. Boya x deb aytgandim. Ming bor uzr. Demak, bu mana u x o'qdagi proyeksiyasi. Nechi bo'lyapti mana? 3. Mana F1 ni x o'qdagi proyeksiyasi 3 bo'lyapti. Demak, bu yoqqa 3. Mana 3. Yozib qo'yaverasiz. Yozib ketaverasiz shunaqa. Bu ketdi mana. F1 ni x, y o'qdagi proyeksiyani oldimmi? Otib yubordim. F2 ga x o'qdagi proyeksiyasi mana 10 ga qarab 2 katak. 10 ga qarab 2 katak. Demak, 2. Har birini 1 deb olyapman-da, ishlayapman. Y o'qdagi proyeksiyasi. Bu ham 2 mana. Ko'rinib turibdimi? Y o'qdagi proyeksiyasi. Demak, tepaga yana bitta 2 plus 2 deb qo'yaman. Xo'p, 2 ham ketdi. X, y o'qdagi proyeksiyani oldim. 3. X, y o'qdagi proyeksiyasi pastga qarab 1. Mana pastga qarab 1 deb qo'yaman. Ana shu 2 ni ham bu yoqdan yozib qo'ya qolay, tinchgina. 2 deb qo'yaman. Plus qilib ketaveraman. Xo'p. Mana bu 1 bo'ldi. X o'qdagi proyeksiyasi 3 bo'lib turibdi mana. Ko'rdingizmi? Ana, plus 3. Bu ketdi mana. Bo'ldi. F4. Y o'qdagi proyeksiyasi mana 3 ketak, pastga qarab, demak 3. Plus 3. X o'qdagi proyeksiyasi. O, mana bu yerda ekan. 1, 2, 3, 4 ekan. O, yaxshi. 4. Ko'rdingizmi mana? F4 ham ketdi. Mana bu. Bu mana bu F5 bo'lishi kerak ekan, bu F6 bo'lishi kerak ekanda shunda. F5 ni x o'qda proyeksiyasi yo'q. Faqat y o'qda. Pastga qarab necha ketak? 1, 2, 3, 4 ketak. Bo'ldi. 4. Endi F6 chapga qarab 3 ketak bo'lib turibdi, tamom? Plus 3. Buni topishdan qiyini va osoni bormi? Ko'rdingizmi? Endi chiziq chizmadik. Bo'ldi, o'ziga chizib qo'ya qoldi. Chiq qilib. Nechi bo'ladi jami? 7, 8. Bu 4. Bu 7, 9 bo'ldimi? Shunaqa. 3 ga 3. Bu ham 9 bo'ldi. Men buni rejalashtirib chizmagandim, ochig'i. Nima? Boyaga miyamga kelgan narsani chizib tashlagandim. 9, 4 ga 3, 7, 9 ha. Qoyil. Zo'r bo'ldi bu yo'q. Demak, bundan buni ayirsam 0. Mana bu o'qda natijaviy kuch 0. Bu o'qda natijaviy kuch 8 dan 4 ni ayirsam, bu natijaviy 0 bo'lgandan keyin hech qayerga yo'nalmaydi. 8 dan 4 ni ayirsam, umumiy natijaviy kuch 4 newton bo'lib qoladi. Chunki mana bu yoq 0 bo'lib qoldi. 8 dan 4 ni ayirib qo'ya qolaman. 4 newton. Ko'rdingizmi? Demak, mana buni ko'rsatib o'tib ketaman. Yana bir marta sharhlab. Demak, natijaviy kuch 0 bo'lsa, tinch turgan jism tinch turar ekan. Agar tekis, to'g'ri chiziqli tekis harakat qilayotgan jismga ta'sir qilayotgan natijaviy kuch 0 bo'lsa, u tezligini, yo'nalishini ham, miqdorini ham o'zgartirmaydi. Yana o'sha to'g'ri chiziqli tekis harakatini davom qildirib ketaverar ekan. Natijaviy kuchlar haqida esa mana ancha-muncha gaplashib qo'ydik. Tushunarlimi? Agar tushunarli bo'lsa, 14-mavzu o'z nihoyasiga yetdi. Savollaringiz bo'lsa, yopiq guruhda kutaman. Salomat bo'ling.